Assalomu alaykum. Mana jamoat bugun 30-mart Qumash polvonning uyine kelib bir bundan. Moshina o'spirim bor ekan. Shuni tortaylik deb keldik. Hozir men yoqqa o'tsam tashlab bermaydi. Mana bor jo'g'i sini, qovoq boshi, putuqoli toza ekan. Kaltata ekan. Bir yaşdan bu yem o'taptira bir yaşdan ha? Bultirqi qulun ekan da. Jelede turgan o'zi jo'q. Jelede qo'lda qarmalgan qulun ekan. Tunşuqlara qo'yadi tunşuqday. Qaptaldan ko'rdim da, qo'chqor tunşuq. Sonun o'spirim olam deganlar Qumashqa qayrilasizlar. Jaqshatning bolasi deydi. Jaqshatning bolasi uchun olib keldim men dedi. Hozir ақша zarb bo'lgandan shuni satqa qo'yaman dedi. Qumashqa to'liq ma'lumotini da Qumash beradi. Qaysatning bolasi, qayerdan kelgan, shuni telefondan baylanib so'rab Qumashqa qayrilsalar, Qumash nomerini qo'yib ketaman. Hozir ko'rsatayin boshim yoqa tashlab berdi. Benim gözüm görgön boyunca sını başı zor ekan. Puttары, gökröktörü, mına ki. Sen de taşlar bilirsin de. Sını, can başı mına. Kutkan adamga Xudo kalsa жақсы нәрсе ekan mına. Hep öyle maqtaş emez mına. Yoqtары da tiktiyor ekan. Mına ki zor ekan. Qavoq dile görgüle, kellesi dile öz oңorçoң emas ekan. Javobatning tayida javobdan kelgan. Do'stim bergan bor. Yenchiga o'ldi. Keyingiroq satganda. Yenchiga bergan ekanlar Qumashqa. Pul zarb bo'ldi aka shuni sotayın deb. To'liq ma'lumotni da Qumash beradi. Ko'rinadi, jo'n, plotni zo'r narsa ekan o'zi kutgan odam och. Ақша olsa hozir shundalarni olib tashlab kuzda bir shamadan pul qilsa bo'ladi-da. Nega janlar. Qumashqa baylanishlar ekan.